Assalomu alaykum qadrli muxlislar, qadrli kuzatuvchilar. Ayni daqiqada Sirdaryo viloyati Alisher Navoiy nomidagi axborot kutubxona markazidan Surayyo opa Murodova tashrif buyurgan. Bilamiz, bugungi kunda kitob mutolaasini targ'ib qiladigan blogerlarimiz, kitob mutolaasini targ'ib qiladigan jurnalistlarimiz juda ham ko'p va shularni inobatga olgan holda bugungi kunda Surayyo opam aytayaptilar, juda ham kitob mutolaasi oldingiga nisbatan o'zining ko'rsatkichlariga ega bo'lyapti dedilar. Surayyo opa, umuman mana shunday ko'rsatkichlarga ega bo'lish uchun kutubxona xodimlarining ham nimasi juda ham muhimda, ularning ishlari, kutubxona xodimlarining ishlari ham muhim. Keling, shu haqida biroz to'xtalsangiz. Qanday loyihalar ustida ishlayapsiz? Avvalambor assalomu alaykum. Yana bir bor rahmat taklif uchun. Albatta bugungi kunda mana shu Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi xodimlari aynan bir jamoa bo'lib, juda ham ko'p ishlarni yo'lga qo'yapmiz. Yangi loyihalar ustida ish olib boryapmiz. Haqiqatdan ham bugungi kunda aynan kitobxonlar soni juda ham ortib bormoqda. Nafaqat o'sha yoshlar va ota-onalar ham farzandlari bilan birga kelishib o'sha kitob mutolaa qilishmoqda. Ya'ni oilaviy kitobxonlar soni ham bugungi kunda ortib bormoqda. Ana shu kitobxonlikni rivojlantirishga qaratilgan eng asosiy ishlarni aytib o'tadigan bo'lsam, ya'ni yangi ishlar, yangilik sifatida aytib o'tmoqchiman. Mana shu bugungi kunda bilamiz, raqamli texnologiyalar juda ham keng rivojlanib bormoqda. Xuddi shunday va har bir sohaga kirib boryapti. Albatta. Arxiv sohasi, ta'lim, sog'liqni saqlash, hattoki mana kutubxona sohasiga ham raqamlashtirish kirib ulgurdi. Shuning uchun ham mana shu har bitta kitoblarni biz ya'ni markazda skaner qilinib, elektron holatga keltirilib, ularga QR kod berilyapti va o'shalarda biz eng aholi gavjum joylarga, metrolarga, bekatlarga, avtobuslarga va o'sha bozorlarga, tashkilotlarga ham, ta'lim muassasalariga ham borib, reklama, ya'ni banner qilib qo'yib kelyapmiz va o'sha maqsad istalgan vaqtda, istalgan joyda o'sha kitobxonlar telefon orqali skaner qilib, o'sha QR kod orqali skaner qilib kitobni mutolaa qilishmoqda. Bu ham bir yangilik desam adashmayman. Yana undan tashqari mana bizning rahbarimiz ham bir savolni o'rtaga tashladi. Sizlar kutubxonachisizlar, lekin o'zlaringiz kitob o'qiysizmi degan savolni o'rtaga tashladida va biz hozirgi kunda har bitta xodim har haftada kitob taqdimotini o'tkazyapmiz. Ya'ni bunda har bitta yangi kitobni mutolaa qilib, o'sha mutolaa qilgan kitobini xodimlarga taqdim qilmoqda. Maqsad boyagi kitobxona kelgan har bitta o'zimiz avvalambor kitobxon bo'lishimiz, kitobni sevishimiz va uni biz aholiga yetkazib bera olishimiz, targ'ib qilishimiz va o'sha kitob taqdimotlarini biz YouTube kanallariga, ijtimoiy tarmoqlarga va o'zimiz veb-saytlarga ham yoritib boryapmiz va o'sha orqali ko'rgan odam o'sha kitobga bo'lgan qiziqishi ortadida, o'sha kitobni o'qigisi keladi va o'sha kitobni o'qish uchun ham aynan kutubxonaga tashrif buyuradi. Xuddi shunday yangiliklar bilan Sirdaryo yoshlar radiosining Mening mahallam eshittirishida mana shunday yangiliklarni, kitobga bo'lgan qiziqishni, kitob mutolaasining targ'ibotini tinglashingiz mumkin. Bizdan uzoqlashmang, demak biz efirlarni boshladik.